bitta obyektimizni ko'rsatay dedim. Bu uchastka emas, bu showroom, tekstil showroomi. Nimaga sizlarga ko'rsatmoqchiman buni? Mutaxassis bo'lmaguningizcha to'pga chiqa olmaysiz любой biznesda. Mana oddiy chochuv biznesini qilmaysizmi? Mutaxassis bo'lmasangiz to'pga chiqa olmaysiz. O'zingiz sohangiz ustasi, egasi bo'lishingiz kerak, spets bo'lishingiz kerak. Mana hozir biz qilgan ishni hali bitmagan pardalar bor, mana bu mягкий zona, mana bu hozir pastelni belyonlarni hamma narsani ko'rsatib beramiz. Bu yerda detalni o'lchanib qilingan. Bu yerda taparab 30-20 vatlarda mana bunaqa ter tashalanmagan. Hamma narsa o'lchanib, yorug'lik proyekti, yorug'lik ssenariysi, yorug'lik dizayni bilan qilingan. Mahsulotni o'zi mana shu chochuvlar, xalatlar made in Uzbekistan, lekin qarang, luxury sifati ham zo'r haqiqatda.